Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bugun birinchi marta bunaqa murojaat bilan chiqyapman. Xullas, bitta oila bor. Sharoiti og'ir. Yana uning ustiga farzandi kasal bo'lgan, betob og'ir kasallikka chalingan. O'sha qizchaga iloji boricha yordam qilinglar. Xullas, mana shunaqa sharoitda yashashyapti. Sharoiti o'ta og'ir. Yana uning ustiga yosh bolasi og'ir kasallikka chalingan. Iloji boricha ehson qilishga yordam beringlar. Mana shunaqa sharoitda yashashyapti. Mana 6 yildan beri mana shunaqa sharoitda yashashyapti. Gaz ham, hamma narsa ham uyning ichida. Oshxonasi ham yo'q, daji. Bismillah. Mana shunaqa sharoit. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xullas, mana shu og'ir kasallikka chalingan. Necha yil bo'lyapti opa? 6 yildan beri mana shu to'shakka mixlanib qolgan. Iloji boricha ehson qilishingizni xalqdan so'rashyapti. Qanaqa kasallikka chalingan? Sudrik. Sudrik. Xullas, mana shu bolaga yordamingiz kerak bo'lyapti. Sudrik kasallikka chalingan ekan. Toshkentga qancha pul kerak bo'lib qolyapti? Kamda 15 million kerak bo'lib qolyapti ekan. Iloji boricha yordam qilishlaringizni so'rayapti. Shu bolaga yordam berishingizni so'raydi. Buni tengdoshlari maktabda o'qishib yurishibdi. Bu esa hali ham to'shakka mixlanib yotibdi. Iloji boricha bir oyning ichida vaqt kam qolgan ekan. Bir oyning ichida Toshkentga olib borish kerak. O'shaning uchun qancha tezroq pul yig'sa, shuncha yaxshi. Vaqt kam qolgan, yordam berish kerak shu qizchaga. Bu ham haqqi bor. Bemalol tengdoshlari bilan yurib ketishiga.